Aziz birodarlar, 2026-yil may oyining 18-chislо kuni video obzor qilamiz. Like, podpiskani unutmaymiz. Boshladik aziz birodarlar. Yashil balgar 1 kilosi 10 ming so'm. Surxondaryo. Yashil balgar 1 kilosi bo'lishi 9 ming so'mdan akalar. Bu kichigi 6 ming so'm. Akalar Samarqand Qarshi kirib kelaveramiz. Bunisi necha pul ekan aka? Bunisi 7 ming so'm. 7 ming so'mga kelaveramiz ana shu yerdan. Bular 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan 9,5 9,5 beradilar. Kelinglar. Baqalajon, bo'yimjon 1 kilosi 8 ming so'm. Mana bunisi necha pul deymiz? 12 ming so'mga kelaveramiz. Samarqand Qarshi kirgan balgarlar 9 ming so'm. Tabashka necha pul deyapsiz? 4 ming so'm. Kelaveramiz. 9 do'konni orqasiga oldiga-da o'zi. Surxondaryodan akamiz balgar olib kelgan. Xo'sh, 1 kilosi bo'lishi necha pul dedi aka? Bo'lishi 3 ming so'm. Samarqand Qarshi kirga kelaveramiz. Mana maydirog'i 3 ming. Mana bular 9,5 aytilishi. Mana tushirib beradilar. Xo'sh, azizlar, achchiq qalamfor 40 ming so'm. Svetoforlar 28 ming so'mdan. Eroniki ham bor. Xo'sh, fasol 1 kilosi 15 ming so'm. O do'konni ko'rsataman. Baqalajon necha pul ekan aka? 13 ming. 13 ming so'm baqalajon. Hozir men do'konni ko'rsataman, shu do'konga kelinglar. 99 lik do'kon. Mana shu do'konga kelaveringlar. Azizlar, optu narx shu yerda. Sog' bo'linglar, salomlar. Xo'sh, akalar, limonning narxini aytaman. Bunisi necha pul ekan? Limon 50 ming so'm. 50 ming so'm. Maydalar necha pul? 45 ming so'm. 45 ming so'm. 48 ming so'mdan. Bu 50 ming so'm bular. 47 ming so'm. Qarshi kunlikka kelaveramiz akalar. Shu gelos 1 kilosi 33 mingmi? 1 kilosi 33 ming so'mdan aka. Akalar 33 ming shu gelos. Samarqand Qarshi kirib yangi bozor ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli podpisklar, yaxshimisizlar? Mana yaxshi birinchi qo'l zavod dedingizlar-ku. Mana optim joyini topdim azizlar. Sizlarga 8 yil yashib ishlab chiqarar ekan. Xo'sh. Ko'ringlar, arxiv turdagi yashiklar bor. Maydaroqi bor. Shu ko'rgan narsangiz yashiklar. Keyin men bularga turba ishlab chiqaradilar kanalizatsiya uchun. Shu ko'rganlaringiz adres. Adres Samarqand Selishga qarshi kuruk. Shodi Murod restoraniga orqasiga. Kelinglar, mana shu nomerga telefon qilinglar, akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like-ni unutmanglar. Shu ko'rib turgan ko'kselton 12 ming so'm. Mana bunisi 25 ming ham bunisi. 22 mingga beraman men. 12 ga 22. Mana yangi olmalar ham chiqdi, akalar, bahoriy olma. 1 kilosi 11 ming so'm. Akalar, 11 ming so'm ekan. Surxondaryo. Shu gilos 35 ming so'm aytilishi. Agar ko'p odam olgan odamga kelishtirib beraman deyaptilar. 34 shu 33 berish mumkin. Akalar, kelaveramiz Qarshi guruhga. Shu gilos 1 kilosi bo'lishi taroziga akamiz 30 ming so'mda qo'yaman deyaptilar. Samarqand Qarshi guruhga kelaveramiz. Xo'sh, zoldiru o'ruk. Mana shu ko'rib turganingiz 30 ming so'm. Mana bu ko'rib turganingiz 15 ming so'm. Namangan ha?
Namangan. Body. Akalar örük. 1 kilosu 20 ming so'm bo'lish. Surxondaryo? Xorazm. Yaxshi ekan. Sifati zo'r. Ben bilemem. Zo'r ekan. 28 dan ketyapti ana shu. Xo'sh, Pinkleri mana shu ko'rib turganingiz 13 ming so'm, mana bu ko'rib turganingiz 15 ming so'm. Adbori nech pullikdan katta kalib? 17 ming so'mdan katta kalibrli Pinkleri. Pinklerini qaranglar. 1 kilosi 16 ming so'm aytilishi. 16. Qaravni yegan keyin tergan bo'ldi. Sifat zo'r. Xo'sh, akalar, mana shu ko'rib turgan kulublingiz 35 ming so'm 1 kilosi. Tagi üstü bir kıla. Geç mi yapsa? Akalar, mana anjir shoftili chiqdi. 1 kilosi taroziga oxiri qo'yganlari 60 ming so'm 1 kilosi. Kelaveramiz. Surxondaryo ekan. Xo'sh, akalar, Zizi kulubnik. Siz aytganday 1 kilosi 35 ming so'm. Zo'r ekan kassasiz, yaxshi svejiy ekan. Minus kaldığında yaşıkça sana. Ha. Akalar, Zizi 1 kilosi bo'lishi 33 ming so'm. Zizi Bu 5 buradan mı? kulubnik 1 kilosi 33 mingdan. Akalar, banan 1 kilosi 14 ming so'mda. Shular ekan. 13 kilo. Birisi olmuş 5 ming shunday. Xo'sh, akalar, qizil olma 1 kilosi 14 ming so'mdan. Akalar, golden olma 1 kilosi 17 ming so'm. 12. Katta kalibrli. Akalar, orzu ko'rib turganingiz svejiy 5,5 ming so'm. 5,5dan birisi 65 ming bir qopi. Buxoro pomidor akalar 11 ming so'm 1 kilosi. Katsasi zo'r ekan. Akalar, gulob pomidor 1 kilosi 10 ming so'm. Zo'r ekan. Samarqand qarshi kurukka kelaveramiz. Akalar, gala 1 kilosi 3,5 ha? 3,5 ming so'mda. Ko'rib turibsiz? 3,5 gala sotdi. Kattasini ko'rsatdik. 11 ming so'm 1 kilosi ekan. Mana bu 9 mingdan ekan. Kelishtirib beramiz. Yana kelishasizlar. Akalar, Turkman pomidor 1 kilosi shaddali 2 ming ha? 12 ming so'mda. 1 kilosi 12 mingdan. Tagi usti bir xil biladi. Turkmanning pomidori bir xil bo'ladi. Tagi usti. Xo'sh, akalar, mana shu pomidorni 4 mingdan oldilar. Ikkinchi sort. Ha, yo'riqlari bor. 4 ming. 4 mingdan. Bir yashiga 30 ming bo'ldi. 30 bin böyle tek. Yasha. Akalar, mana orzu 170 ming aytilishi, yana kelishasizlar. Shu 5,5 atrofga to'g'ri keladi-da. Svejiy ekan. Akalar, xoro pomidor 1 kilosi 11 ming so'm. Borni o'rtacha. Akalar, sariq sabzi, qizil sabzi, muzlatgichniki. Qizil 2 ming so'm, sariq 1600 so'm aytilishi. Akalar, mana shu kartoshka 3 ming so'mdan. Tarziga qo'yaman deyaptilar. 3 ming so'm. Mana shu 4 ming so'm. Akalar, 4 ming so'm. Katta. 4 ming. Sariq sabzi 1800 so'm, qizil sabzi 2000 so'm. Samarqand Qarshi Kuruk yangi bozor. Yangi qizil sabzi
Ko'rib turganingiz 1 kilosi 5,5 optim narxi. Bu salafan qopchalarga 10 kilolik. Akalar 6400 so'm 1 kilosi aytilishi. Xo'sh, akalar, mana shu ko'rib turgan piyozingiz 900 ming so'mdan, 1 kilosi 900 so'mdan. Kelaveramiz. 900 so'm 1 kilosi. Akalar, Surxondaryo kartoshka ko'rib turganingiz 1 kilosi 3,5 ming so'mdan tarzga qo'yaman deyaptilar akamiz. Akalar Surxondaryo piyoz 1 kilosi 1000 so'm. 4700 so'm musirinni. 4700 so'm akalar. Bunisi 64. 6400 so'm, bunisi 4000 akalar, bunisi 4000 so'm. Kelaveramiz qarshi quruq yangi bozorga. Mana akalar, ko'ktalar Qashqadaryo 1 kilosi 5000 dan bo'ldi. Akalar, Samarqand qarshi quruq yangi bozor. O'z 8-may kuni. Sog' bo'linglar, kelaveringlar. Mana akalar, qovun chiqqan ekan, limonka sorti. 1 kilosi akamiz 8000 dan aytilyaptilar. Aytilishi. So'raysizlar. Kelishib beradilar. Samarqand qarshi turib yangi bozorga kelaveramiz. Akalar mana qizil chiqdi. Akamiz olyaptilar. Surxondaryo 1 kilosi 8000 so'm. Mana kelishasizlar. Samarqand qarshi turib yangi bozorga kelaveringlar. Eko bozor. Mana akalar, Surxondaryodan qovun kelgan, 1 kilosi 11 ming so'mda mana akalar. Samarqand qarshi turib yangi bozorga kelamiz. Eko bozor. Idi dahshat. Bering deyapti. Ertalab 8. Mana akalar, Surxondaryo tarvuz pishgan 1 kilosi 8000 so'm aytilishi. Yana kelishasizlar. Hep qizil chiqadi. Kelinglar, Samarqand qarshi turib yangi bozor ekan. Mana akalar, Surxondaryo tarvuz pishgan qizil ko'rib turibsizlar. 1 kilosi 9000 dan akalar. Opton narx, shu bugun narx. Akalar, karam 1 kilosi 1300 so'm. Kelaveramiz. Akalar, kabachka 1 kilosi 3,5 ming so'm. 3,5 ming so'm. 1000 so'm karam 1 kilosi akalar. Chelaklardagi buni ichiga tuproq bilan biyagumuz 50 ga 50 solingan. Mana shu bitta chelak 10 kilogram, 11 kilogram chiqadi. Mana shu ozuqasi bilan, ichiga solingan ozuqasi bilan. Ko'p aytganman, 1000 tacha. Bu yerda chelaklar 1000 ta qo'yilgan. Mana shu yerda endi dalshi mana qoplar qo'yilgan. Hop. Bugun terimni boshlaymiz. Hop. Holatlari mana shunaqa may solchepti qizartirishga. Hop, mana shunday holatda mana. Hop. Hozir narigi ikkinchi teplisamizda chelaklarga ekilganlarda to'g'rilashyapti. Bugun terim bo'ladi bu yerda ham. Hop, bu tomondagilar yerga ekilgan, mana shu koridorda. Chap tomoni va mana shu chap tomon. Yerga ekilgan, bu tomondagilar sal orqada, lekin bular ham pishyapti. Endi mana bu qopdagilarga nisbatan sal orqarada. Chunki bu yerda biyagumuz bor, unumdor tuproq bor, ana shunga ekilgan. Bu yerga biyagumuz olganmiz, yerda biyagumuz. Boshqa narsa yo'q. Yerimiz eski, bakteriya ko'proq, har qalay tomirda tez rivojlanishi uchun sal to'sqinlik qiladi o'sha ham. Lekin bular ham pishyapti. Bu tomondagilar vobshe zo'r, juda yaxshi. Pishishlari ham yaxshi, kattaliklari ham, yirikligi ham hammasi yaxshi. Mana shu so'raganlar uchun. Biyagumizni qayerdan olasizlar? Ko'p ketadi-yu biyagumizni savol berishgan ekan mana. Mana shu bioreaktorlarimiz. 1000 metr kvadrat hammasi, bittasi 150-180 metr kvadratda mana shu ko'rinib turganlar. Mana shu yerda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanlarini boqamiz.
Mana shuni biagumisini ana palnilarimiz. Ha. Ko'rinib turibdi. Ana shu yerga ishlatamiz. Yonimizda. Buni o'zimiz tashkil qilib, o'zimiz yetishtiryapmiz. Hop. Mana shu 1000 metr kvadratdagi biagumimiz bizga bemalol 1 gektar yerimizga yetib, doim har yili yangi biagumimiz olishni yaratib beryapti. Hop. Hozir chuvalchanglar ishlayapti har birida. Har birida chuvalchanglar ishlayapti. Yozda har yili may oyi, iyun oyida biagumislarni olamiz. 1 yilda bir olamiz. 1 yilda bir. O'sha biagumislarni olamiz. Mana yerda mana go'nglarimiz, mana shu bioreaktorga ishlatadigan go'nglarimiz mana bu tomonda. Hop. Shunaqa gaplar mana. 1000 metr kvadrat. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Amakimizga Gala Osiyodan chuvalchang qilyaptilar, chuvalchang olib boryaptilar aziz birodarlar. Hozir chuvalchangimizni zichligini ko'rsataman inshaalloh. Bu amakimiz biogomuz ishlab chiqarmoqchilar. Shuni biznes uchun aziz birodarlar. Bilasizlar, hozir talab juda ko'p biogomuzga. O'zimniki ham yo'q biogomuzim. Bo'lmasa mana shu yerlarga biogomuz bo'lardi deb bilasizlar. Talab juda kuchli. Bizlar optim beryapmiz. Kuzatinglar. Aziz birodarlar. Chuvalchang zichligimiz. Aziz birodarlar, chuvalchanglarda mo'l ko'p. Juda mo'l. Mana aziz birodarlar, chuvalchangimiz. Zichligi zo'r. Shuni aziz birodarlar, chuvalchang sizlarga. Shu nomerimizga murojaat qilinglar. Samarqand shahriga joylashganmiz. Xo'sh, aziz birodarlar, chuvalchangimizni mana o'zimizni Samarqand shahar Gala Osiyoga beryapmiz. Gala Osiyo amak. Gala Osiyo shu amakim biogomuz bilan shug'ullanaman deyaptilar. Go'nglari bor, poru. Xudo xolasa ko'p mo'l bo'lsin. Nima deymiz? Harakatga barakat inshaalloh. Like, podpiskani unutmanglar aziz birodarlar. Kimga chuvalchang kerak bo'lsa Samarqand shahriga joylashganmiz. Shu nomerimizga murojaat qilinglar. Mana aziz birodarlar, amakim o'zlari olib boryaptilar. Ejivika. Nima qilib berdik? Akalar mana 67 ga kirgan amakimiz biogomuz bilan shug'ullanmoqchilar. Kishi bersin, chuvalchang boqyaptilar, endi olib boryaptilar. Sizlardan agar kimga chuvalchang biogomuz kerak bo'lsa, nomerimizga murojaat qilinglar. Samarqand shahriga joylashganmiz. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Amakimga ham ishlariga sog' salomat bo'linglar. Ejivika gullagan. Ejivika amerikanskiy sort. Bailey Jade. Malinalar. Ejivikalar. Malinalar. G'o'rasi katta bo'lgan. Anoram gullagan juda ko'p gulli. Juda ko'p. Anor juda ham zo'r gullagan biogomuzning natijasi. Bu narsa hech qachon ortiqcha emas. Istalgan yoshdagi ko'chatga, istalgan tonna turgan bo'lsin ustida, xoh u qiynalgan daraxt bo'lsin, xoh zo'r o'sayotgan daraxt bo'lsin, chirinni doim yaxshi O'zbekistonda. Organikani foizi hech qiziqqansizlarmi? Bizning xodimlar aytsanglar bo'ladi-da. Organika bilasizlar, mana tuproq shirinni miqdori necha foiz bizda o'sha? Necha foizgacha desam to'g'riroq bo'lsa kerak savol.
3% organika bo'lsa, tuproq qop-qora bo'lishi kerak. Bu o'sha Ukraina, Rossiya tuproqlari 6% gacha bo'lar ekan. 3-4% ham hozir agar biza ko'radigan bo'lsak, biz uchun bir o'zgacha tuproq ko'rinadi. Juda ham unumdoq tuproq hisoblanadi bu narsa. O'zbekistonda 1% ham chiqmaydi. 0.4% bo'lishi kerak. Juda past.